Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ham safarimizni yakunlab qoldik. Lekin ajoyib qiziq yaxshi narsalar sizlarga ilindim. Men bu joyga birinchi marotaba kelayotganligim uchun juda ham bir ajoyib, ya'ni o'sha Ka'bada, ya'ni o'sha haramda, Masjidul Haramda 3-etaj bo'lardi. Oldin shuni 4-etaji ham mana qurilibdi. Men birinchi marta ko'rdim buni. Mana sizlar bilan biza ko'pchilik haligi soat deymiz, o'sha soatni belgisi bu eng oxirgi etaji, Ka'ba-i Muazzamada oxirgi etaj. Sizlarga ham eng go'zal bir manzarani hozir ilinmoqchiman, ya'ni muqaddas o'sha Ka'ba qiloni yuqoridan ko'rinishini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Yuqoridan ko'rinishi juda odam ko'pligi tufayli ko'rish qiyin bo'lyapti, lekin kelganlar salovat aytib niyat qilib qo'ysa bu yaxshi ish bo'ladi, a'lo ish bo'ladi. Mana Ka'ba-i Muazzamani yuqoridan ko'rinishi yuqori o'sha joyi. Mana bu uchib yurgan qushlarimiz, havo qushlari. Hammalari ham shu yerlarga kelib ziyorat qilib, yaqinlari bilan kelib shu yerlarga ibodat Ramazon yaqinligi munosabati bilan juda ham ko'p ko'rsangiz mazza qiladigan yuqoridagi joyiga hali xufton namozi bo'lmadi. Xufton namozidan oldingi jarayonlar. Mana bu yerda ham juda ham ko'p odamlar, haligi 7 marotaba tavof qilinadi. Shu tavof qilish uchun mana odamlar aylanyapti, duo o'qiydi hammasi. لكم دينكم Menimcha bu ko'pchilik olmaganida. يلا حجي يلا يا شيخ لو سمحت حركة حجي يلا لو سمحت لو سمحت حركة حجي يلا يا شيخ لا توقف هلا غادي يجي يجري علينا كمل اللهم صل على محمد طيبا مولد زمان yuqori qismida nima bor degan savollarga javob. Ka'ba-i Muazzamani yuqori qismi. Olishga muvaffaq bo'ldik. Allohga beadad hamd sanolar bo'lsin. يلا حجي يلا عرض عليك يلا
يا ربي يا ربي اللهم اغفر لنا pastdagi odamlar ibodat يا qilganlar. ربي اللهم اسأل كفاك Videoni sifatiga e'tibor bermaysizlar, juda qiyin vaziyatda olyapman. اللهم نسألك الكفاف والعفاف Alloh yetkazganiga ko'rsatganiga shukr. اللهم كفاك اللهم Odamlar bunaqa ko'p odam borligini tasavvur qilmagandim. E'tibor bersanglar mana yerda odamlar xufton namoziga saf tortishni boshladi. Mana bu joy Hajarul Asfad burchagi deydi. Mana bu yerda rukni yomoni der ekan. Bu yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan ushlagan deyishdi. Hajarul Asfadda o'tgan ekanlar. Shuning uchun bu yerlarda o'tish, tavof qilish, ushlash musulmonlarga sunnat bo'lib qolgan ekan. Odamlar qarang ko'pligini. Jangan saja, saja. Agak dengan betul. Mana hozirgi kuzatuvchilar, videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, chiroyli like tugmasini a'zo bo'lib turib bosib qo'yasizlar. Mehnatimizni qadrlab, oson bo'lmadi bu videoni olish. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizni yaqin kunlarda shu yerlarga yana kelib, ro'za Ramazon kunlarida ibodat qilishlik nasib ro'za aylasin. Shu o'rinda bir narsani aytib qo'yishim uchun keldi. Biz bu yerga Jahon Travel, ya'ni o'sha Quvoda faoliyat olib borayotgan hozirgi kunda Jahon Travel sayyohlik agentligiga qarashli bo'lgan firmada keldik. Juda chiroyli tashkillangan masin tashkilotchiliklariga. Bizning Quvolex kanalini bloger, ya'ni o'sha ta'sischisi Mahjonga ham rahmat aytamiz. Bizga shunday bir go'zal joylarga kelib ibodat qilishlikda, shunday go'zal joylarga kelib bu yerlarda ibodatlar qilishligiga hissa qo'shgani uchun, yordam bergani uchun Mahjonga ham rahmat aytamiz. Jahon Travel haqiqatan ham biz kelgan firmadan afsuslanmadik. Juda ham chiroyli tashkillangan hamma yo'g'i. Bevosita Farg'onadan Madinaga uchdi, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Hamma yo'q zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bizni kuzatib turganlar kelib, shu firma bilan birgalikda, Mahfujon bilan birgalikda kelib ibodatlaringni amalga oshirsalaring, haqiqatan ham ishonchli, haqiqatan ham zo'r tashkillashgan. Barchalaringga rahmat. Yana bir bor bitta like tugmachasini bosib, bizni kuzatishda davom etasizlar. Bundan ham chiroyli, yaxshi sizlarga videolarni ilinamiz. Videoni tugatib qo'ymoqchi edim, lekin bir yaxshi joyga kelib qoldimda, shuni yana davom ettiryapman. Sizlar yaxshi narsani, ya'ni o'sha Hajarul Asfadni yaxshiroq ko'rinish joyidan olyapman mana. Hajarul Asfad jannatdan tushgan tosh deyiladi mana. Jannatdan tushgan tosh. Asli oq bo'lgan ekan, keyinchalik odamlarning yomonliklari tufayli, odamlardagi turli xil anaqalar tufayli bu qorayib ketgan tosh bo'lib qolgan, qorayib ketgan ekan bu tosh. Mana bu yeri, mana ikkita melisa turgan joyi bu Rukni Yomoniy burchagi deyilar ekan. Bu yerlar qilinadi. Mana bu
Tabiiy muazzamamizni yuqori qismi. Iloji boricha mahallashtiramiz. Bu yerda tozalash boshqa narsalarga yaxshi sharoitlarni qilishgan ekan. Videodagi qaltirashlarga e'tibor qilmaysizlar, sababi hech qanday texnika, hech qanday naqalarsiz to'g'ridan to'g'ri olyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.